G'ofur Ahmedovich Rahimov O'zbekiston siyosati, biznesi va xalqaro aloqalarda o'z vazniga va ta'siriga ega inson. U 1951-yil 22-iyulda Toshkentda tug'ilgan. Leningrad iqtisod institutini muhandis iqtisodchi sifatida tamomlagan va dastlab savdo vazirligida faoliyat boshlagan. Mustaqillikdan so'ng u 1991-yilda Agroplus eksport-import kompaniyasini tashkil etdi va 1993-yilgacha boshqardi. Bu yillar davomida uning savdo aloqalari nafaqat sobiq Sovet hududida, balki Buyuk Britaniya, AQSh, Germaniya, Fransiya va Shveysariya kabi davlatlarga yoyilgan. Rahimovning xalqaro aloqalari sport bilan chegaralanmagan. U Rossiyadagi yirik biznes magnati Alisher Usmonov bilan tanish bo'lib, mintaqaviy va global miqyosdagi ta'sir doirasiga ega edi. Islom Karimov davrida G'ofur Rahimov siyosiy elita bilan yaqin aloqada bo'lib kelgan. Ammo keyinchalik Gulnora Karimova bilan yuzaga kelgan keskin ziddiyat uning ba'zi faoliyat yo'nalishlarini chekladi. U uzoq yillar davomida Dubayda Shayx Zaid ko'chasidagi villada yashab kelgani aytiladi. Rasmiy ravishda u sport rahbari sifatida tanilgan bo'lsa-da, uning haqiqiy ta'sir doirasi biznes, siyosat va maxfiy aloqalar orqali shakllangan. Xalqaro ommaviy axborot vositalarida uni Gafur Stalnoy yoki Graf laqablarida tilga olishadi. Rahimovning nomi ko'pincha sport tashkilotlari, yirik savdo bitimlari, chet eldagi moliyaviy tarmoqlar va sirli siyosiy kelishuvlar bilan birga tilga olinadi.